vaqtim yo'q. Keyin Instagramda Shahnoz opani ko'rib qoldim. Keyin srazi keldim. Onkologический sanikista bor deb keldik. Shahnoz opa mana 5 kun ichida aholi lecheniya oxirigacha tugagani yo'q. Kista surilib ketgan, hammasi a'lo darajada. Shahnoz opamga 3 oy oldin kelgan edim. 1-2 oyda homilador bo'lasiz dedilar. Hozir mana kelsam o'sha 6 haftalik homila bor ekan. Juda ham yaxshi ko'rib berdilar. Hammasi joyida ekan, tug'ishga tayyor ekanman. Mana endi ikkinchisida ham qidirib topdik. Eski joyiga borgandik. Yo'q ekanlar. Farzandlarimni shu Shahnoz opaga ishonaman. Shahnoz opani aytgan 99% gaplari hammasi to'g'ri chiqdi. Ixlos qilib sizga keldik. O'shadan beri 4-5 oydan beri kelaman. Buxorodan keldim. Tshательно tekshirib, yaxshilab hamma nimalarni aytib berarkanlar. Shahnoz opam haqiqatdan zo'r ko'rib berganlar. Yo'q, hech qanaqangi unaqa boshida tug'ma nuqsonlik yoki rivojlanmay qolgan joylar yo'q. Soppa sog'lom deb. Mana birinchi nevaram qizim olib kelgan edim shu Shahnoz opamga. Juda xursandmiz ulardan. Haqiqatdan juda ham qo'llari yengil. Doningda tabib bor deyishdi, operatsiya qilinadi deyishdi. Kelib ko'rsam 3 oyda ichida homilador bo'lib kelasiz dedi. Lekin 2-oydayoq homilador bo'lib oldilariga keldim. Kelsam alhamdulillah yuragi uryapti bolamni.